بسم الله. إن الحمد لله الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع العصاة في يوم الحساب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضل أمير المؤمنين والمتقين أبي بكر الصديق المجاور في المجد والمنبر والمحراب، وعلى الإمام الهمام أعداء أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق صاحب الشر والاحتساب، وعلى الإمام أحلام أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتاب، وعلى الإمام الهمام أشجارهم أمير المؤمنين والمتقين علي الرضي وفي أساد إليه الملك الوهاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugungi va'z bo'lajak inshaalloh niyat turida, ixloslik turida. Alloh subhanahu va taolo aytadi Qur'oni Karimda: "Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din, hunafa'a va yuqimus-solata va yu'tuz-zakata va zalika dinul qayyimah." Al-Bayna surasi 5-oyat. Әмір итілмәді illa демегер әмір итілді дей, Аллах Тағалаға ғибадат қыларға ихлас білен дей. Ихлас білен Аллах Тағалаға ғибадат қыларға. Бір Аллах Тағаланың өзіне генә deyip. Ва юқимас салата, намаз оқырға. Ва ю'ту заката, закат төләргә. Ва залика динул қойма, бұл хақ дин дей Аллах Тағала айтты. Әл-Bayna surасы 5-oyat. Шушы аятта Аллах Тағала айтты, әмір берілді дей. Niçin əmr verildi? Nindi əmr verildi? Allah Teala'ya ihlas көңіл bilen ғибадат қыларға. İhlasның мәғнәсін nəsə деген сөз bu? Bu indi Arap tilindən indi xolasa деген sözündən alınған. Yani misal getirib bula bol bilen. Mesela biz indi bolni kaşet etkəndə kərəzlərini qoyabız sentrifugaga. Yani bol kaşetəbiz. Şunda bol kaşet etkəndə anda bütün seçüpləri bilən balı bilən birgə şunda asqa düşə indi boşqağa. No biz şuşu balını şistartabız, sita qoyub indi. Sitani qoyabız da onda şip şista bol çığa. İmna bu şistaralğan bol kilib çığa, şip şista bol. Yani bunda birinci şüptə birəsə yük şip şista bol deyib atalar. Şulay bizning də niyetimiz də ixlasını biz şistartabız noşar niyetlərdən indi. Чтобы noşar niyetlər kirməsin. Они не нашар нет крига мумкин, рия крига может. Mesela рия показуха, кіші үшін ғибадат қыл, кіші күрсін үшін ғибадат қыл, кіші мұны мақтасын үшін ғибадат қыл. Мұны Аллах Тағала қабыл етмей. Ғалимлар айталар, Аллах Тағала біздің ғамаларны біздің қабыл етер үшін керек екі шарт. Біріншісі ихлас, Аллах ризалығы үшін, екіншісі шариғатқа туры келуі, динге туры келуі. İki şart ötəlsəgənə Allah da bizning amallarımızın qabul edir. Birincisi ixlas, ikincisi dinge to'g'ri keluvi, shariatga to'g'ri keluvi. Ya'ni yanılıb o'ylab chiqargan dinge kiritilgan ixlas bo'lsa da, onu Allah da qabul etmaydi. Bu bid'at amal deb ataladi. Mana birinchisini to'xtalik, ixlas deganda Alloh taolo rizoligi uchun ibodat qilib. Allah Teala aytadi: "La yanalallahu luhumaha va la dima'uha, valakin yanaluhu at-taqwa minkum." Hac surasi 37-oyatda Allah Teala aytadi: Allah Teala'ga deyir, itida erishmi deyir. Ya'ni bu qurban turida so'z bor endi. Allah Teala'ga itida erishmi, onun qonida erishmi, valakin ona erisha sizin taqvoligingiz deyir. Taqvolik Allohdan qo'rquvingiz deyir. Manda niçin Allah Teala esga tushira manda qurbanni? Chunki qurban sholganda Allah Teala'ga it kerak tugil, Allah Teala onun qoni da kerak tugil.
Alloh taolaga erisha bizning Allohdan qo'rquvimiz. Biz niçin qurban sholamiz? Ko'rshi shola, menda sholam deyipmi, ili tatarlardan traditsiya etibmi? Yo'q. Biz sholamiz Alloh rizoligi uchun, qiyomat kunida onun savobini ko'rim deyip, Alloh da shuni orqali meni jimoqqa kiritsin deyip, shunday niyat bilan biz qurbonni sholamiz. Agarda boshqa niyat bo'lsa, u vaqtda Alloh uni qabul etmaydi. Masalan, tatarlardan traditsiya deyip shola ekan, ili ko'rshi sholdi menda sholam, sholmasinlar deb aytmasinlar deyip shola ekan, bu vaqtda ixlos bo'lmaydi. Ixlos bo'la Alloh taolo rizoligi uchun, savob uchun. Alloh rizoligi uchun, savob uchun Alloh taolo qiyomat kunida menga ona uchun ajr berir deb, shunday niyat bilan biz qurbonni sholamiz. Alloh taolo aytadi: "In tuhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamulloh." Ali Imron surasi 29-oyat. Aytsin deb Alloh taolo aytadi: siz ko'kraklaringizda yashirasizmi, ili ochiqdan aytasizmi, etasizmi? Alloh taoloni biladi. Ya'ni bizning taqvoligimizni, bizning niyatimizni Alloh biladi. Men boshqa kishini bila olmayman niyatin. U o'ziniki biladi, no Alloh uni biladi. Shuning uchun niyatni Alloh taolo biladi. Qurban sholamiz Alloh uni biladi, kim uchun sen sholasin. Namoz o'qiymiz, kim uchun sen namoz o'qiysan, Alloh uni biladi. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari hozir keladi. An Abi Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab. Ya'ni bu hadis keltira Abu Umar bin Xattobdan. Ya'ni Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi deydi. Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim deydi. U aytadi: "Innamal a'malu binniyat." Dirsekda amallar niyatga qaraydi. Ya'ni bizning amallarimizni Alloh tabiiyali niyatga qarab. Va innamal likulli imrin ma nawa. Niyatga qarab, onlar Alloh taolo o'zining ajrini beracak. Hemen kanat hicratuhu ila Allohi va rasulihi fa hijratuhu ila Allohi va rasulihi. Kimda kim hijratni qilar ekan Allohga hamon elchisine, ol hijrat qilar Allohga hamon elchisine. Nesal hijrat ol kushu. Ve men kana hicratuhu lid-dunya yusibuha. Kimda kim dünya için hijrat qiladi, av imra'atin yankihuha. Yeysa birayning xotinga ilanir için hijrat qilar. Fa hijratuhu ila Allah ila ma hajara ilayhi. U şunun için hicret kılacak deydi. Yani hazır şu hadisini anlatan Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında din tutarga erik birmegeç, onlarını gazaplagaç, onlarını jebirlegeç, koy bir kişilerini utirdiler din tutkan için, koy bir kişilerini süngü bilen gazap utirdiler. Şunun için Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin emri bilen, Allah Teala'nın emri bilen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin emri bilen Mekke'den Medine'ye koşarlar, dini soklar için. Sahabalar indi. Yavaşmasam onda 80 kişi koşar. Чтобы dini soklar için. İmna şu vakitte niyet nindi buldu kişinin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti. Eğer o koştuyken Allah Teala'ya onun işçisine Allah Teala onlar ecrin bire. Eğer o dünya için koşayken yeyse o birini hatun kızına ilanır için koşayken Allah Teala onu bire. No sahabı bulmaydı. Niçin bunda aytilgan ilanır için deyip keleyim. Çünkü sahabalar zamanında Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaqtında bir kişiga bir xotin qiz xat yozgan ekan. Men senga kuyovga chiqam degan, agarda sen Madinaga ko'chsang. Mana shu vaqtda onun niyati bo'lay ekan ilanir uchun, savob uchun tugul, u ilanir, no Alloh taolo savobini bermas degan. Shuning uchun bek muhim bizning niyatimiz Alloh taolo rizoligi uchun yasab. Bek muhim. Masjidga kelamiz biz bunda har bir olimlar aytgan har bir amal oldidan kerak niyat deb yozilgan. Masjidga biz bunda kelamiz, ne uchun biz bunda kelamiz? Endi mana men bunda yeri masjidga men yurmadi deb aytmasinlar deb yurisin ekan, u vaqtda savobi bo'lmay ekan. Chunki sen niyating Alloh rizoligi uchun qil. Endi niyatni Alloh taolo qabul etadi. Alloh rizoligi uchun, savob uchun. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi var mı? Hadiste kile, eğer de kişi meşitke yöneliyken Allah rızalығы için, toki bir nesene ümit etmeyi, toki namazlığına, bütün bir ese gerekti, toki namazlığına ümit eteyken. Namaz için baramında. Allah rızalығы için. Onun her bir adımı
Allah da derecesini ko'taradi, savob yoziladi. Har bir odim so'ng gunohlari kechiriladi. Meshitga kelib o'tirar ekan bunda namozni kutib, u vaqtda namoz o'qigan shekilli savobi yoziladi. Farishtalar ona uchun duo qiladi. Ya Rabbim, ana gunohlarini kechir, Rabbim anar rahimni bo'l deb ona uchun duo qilalar ekan. Endi bunda kerak bik muhim bizim niyatimiz Alloh rizoligi uchun. Alloh rizoligi uchun ishlasak, har bir odamga bizga ko'p savob bo'ladi. Alloh rizoligi uchun ishlasak, namozni kutganda da biz namoz o'qigan kabi savob yozalar ekan. Mana ne uchun bik muhim savob uchun niyatlarga, Alloh rizoligi uchun niyatlarga. To bizning hammalarimiz boshqa bo'lmasin. Hatto hammalarimiz boshqa o'ta Alloh rizoligi uchun niyatlamasak. Mana ertaga bizning umma bo'la, ummaga da borganda niyatlari kerak Alloh rizoligi uchun. Любой ishga kerak Alloh rizoligi uchun niyatlarga. Hatta biz niyatlaymiz ekan, yo'qlarga yotganda bismillah deb o'tni so'ndiramiz. Alloh rizoligi uchun niyatlaymiz ekan, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sunnati deb niyatlaymiz. Chunki Muhammad sallallohu alayhi vasallam yiqo oldidan shamni so'ndirib yo'qlarga ketgan. Yo'qlagan edi. Biz de Peygamber sallallohu alayhi vasallam shu ishladik, men de shu ishlayman deb niyatlaymiz ekan, bizga sunnatni o'tagan uchun da, Alloh rizoligi uchun niyat qilgan uchun da, yo'qlagan uchun savob yozilar ekan. Agarda biz Alloh rizoligi uchun niyat qilmaymiz, bunda savobi da yo'q, gunohi da yo'q. Biz prosta yo'qladik, savobi da yo'q, gunohi da yo'q. No niyatladik Alloh rizoligi uchun bismillah deb o'tni so'ndiramiz, ona uchun yo'qlagan uchun da savob bo'lar ekan bizga. Hatto Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi, agarda siz deb o'zingizning xotinlaringiz bilan darshi yoqqanni qilsangiz dedi, u vaqtda savob yoziladi. Sahobalar o'tiradilar, "Nishin biz udovostve uchun da savob olamizmi?" deb. Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, agarda siz zina qilsangiz, sizga gunoh bo'ladimi? Gunoh bo'ladi. Ya'ni nikohsiz endi. Ammo da savob bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo rizoligi uchun niyatlagan даже удовольствие uchun da bizda savob olamiz ekan. Mana bik muhim даже Alloh taolo rizoligi uchun niyatlarga yo'laganda da, boshqa ishlaganda da. Mana shuning uchun qadrli jamoat, masaytasi kelar shusha endi va'zdan o'zimga da endi men nasihat aytam, sizga da nasihat aytam. Har bir amal oldindan kerak niyat qilar Alloh rizoligi uchun. Agarda biz har bir niyat oldindan Alloh rizoligi uchun qilamiz ekan, bizga bu amalni o'targa yengil bo'ladi. Mana qarag'iz, masalan, misol aytib ketarib bo'ladi dunyo bilan. Agarda kolxozda ishlovchiga aytilar ekan, shunday zarbat senga beradi 20 ming. Na, deyaplarga ekan. No, aytilar ekan 100 ming deb qo'yamiz deb aytsalar, u vaqtda mening dardlanib ishlaydi. Mening rahat, chunki u 100 ming beradilar. Oxiri ashikda onlar 100 ming beradilar, oqshani ola ko'ra rahat bitindi. Manda niyat qilganda kerak Alloh rizoligi uchun, bizga Alloh rizoligi uchun qilgani uchun savob yoziladi. Bizning ko'nglimizga da rahat bo'lib ketadi. Chunki biz boshqa ishlaymiz, biz Alloh rizoligi uchun ishlaymiz. Bizga Allohdan ona uchun ajri bo'lacak. Qiyomat kunini ko'rsatalar. Ona uchun bizni ijmoga kiritdi Alloh taolo. Ne uchun bik muhim niyat yosarak, hatto buni ishni ishlaganda da, amal qilganda da bizning ishimiz yengilaya inshaalloh. Subhanaka va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين وأمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين، والمسلمين والمسلمات آمين، الأخيار منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقيموا الصلاة.